Mete Xonta Buyuk Xun imperiyasining asoschisi. U tarqoq ko'chmanchi qabilalarni yagona qudratli kuchga aylantirdi. U o'lim olib keluvchi xushtakboz o'qni ixtiro qildi. Metening o'qi qayerga uchsa, butun qo'shin o'sha yerga zarba berardi. Hokimiyat uchun shafqatsiz kurashda Mete o'z otasini taxtdan ag'darib, o'zini barcha xunlarning xoqoni deb e'lon qildi. Xunlar xavfi shunchalik kuchli ediki, Xitoy ulardan himoyalanish uchun buyuk devorni qurishga majbur bo'ldi. Metening asosiy taktikasi mo'l chekinib, dushmanni pistirmaga boshlash edi. U dushmanni chalg'itishda tengsiz usta edi. Bayden jangida Xitoy imperatori Metening tuzog'iga tushdi. Bu xunlarning mutlaq harbiy g'alabasi bilan yakunlandi. Mag'lub bo'lgan Xitoy imperiyasi xunlarga yillik soliq to'lashga va o'z malikalarini yuborishga majbur bo'ldi. Mete dunyoda birinchi bo'lib armiyani 10lik tizimiga soldi. Bu tizim bugungi zamonaviy armiyalarning asosidir. Xun otliqlari shamoldek tez va yashindek qaqshatqich edi. Ularning shiddati butun Osiyoni titratib yubordi. Mete Xon asos solgan harbiy va davlat tizimi 2000 yil davomida barcha turkiy xalqlar uchun namuna bo'ldi.